Xotirjam bo'l birodar. Rizqing bormi? Yashaysan. Faqatgina taqdirdagi narsa bo'ladi. Ko'pi ham emas, ozi ham emas. Seni boshingga tushgan narsa tushib bo'ldimi? Tamom. Demak, tushish kerak edi ekan. Seni qo'lingga bir narsa kelmasdan chiqib ketdi. Chiqib ketdimi? Tamom. Demak, qo'lingga kelishi yo'q edi ekan. Agar mana shunday aqida, ishonch, e'tiqod seni qalbingda mustahkam o'rnashsa, seni tub-tubingda mana shu tasavvur, mana shunday tushuncha mahkam o'rnagan bo'lsa, hayotda bo'layotgan hamma musibatlar sen uchun hadiya bo'lib qoladi. Mehnatlar rohatga aylanadi, hodisalar esa mukofot bo'lib qoladi. Xotirjam bo'l birodar. Rizqing bormi? Yashaysan. Faqatgina taqdirdagi narsa bo'ladi. Ko'pi ham emas, ozi ham emas. Seni boshingga tushgan narsa tushib bo'ldimi? Tamom. Demak, tushish kerak edi ekan. Seni qo'lingga bir narsa kelmasdan chiqib ketdi. Chiqib ketdimi? Tamom. Demak, qo'lingga kelishi yo'q.